Today is 5 March 2021. I am protesting in front of Chinese embassy. Morning, I go to inside the Chinese embassy, but I didn't allow to go inside. Now come to too much police around me. Fascist China! Terrorist China! Give me answer! Where is nine of my family members? Fascist China! Terrorist China! Give me answer! Where is nine of my family members? Fascist China! Terrorist China! I ask all people, if you go to inside, please ask the Chinese government why I am standing here in front of China embassy protest against the Chinese government. Give me answer, Chinese government. Why do you kill millions of Uyghurs? Fascist China, terrorist China, give me answer. Where is nine of my family members? Fascist China, terrorist China. Fascist China, terrorist China. Assalamualaikum qarindoshlar. Men ko'rgandek, mana atiganda Xitoy elchixonasiga ichiga kirishga urindim, kirib qo'yamidi. Hozir men saqchilar keldi, saqchi mashinasi sotiladi. Atrofda saqchilar bor. Mana men saqchi mashinasi. Hozir mana bir şeyde Xitoy elchixonasini qo'g'dash, shundaqlar meni Xitoy elchixonasiga kirgizmaslik, nima shu mana saqchilar o'sha lekin meniki haqqim bor, menga o'zim og'a o'rin bor bu yerda, o'sha o'rindagi ishni tursam bo'ladi ekan. Xohlagancha turish haqqim bor. Shunga ham dunyo qarindoshlar tip-tinish turib olmaydi, namashqa qo'pollik ishlatmay, vaqirab, jaqirab bizim ovozimizni atrofimizdagi shu yerlik millatlar o'ngsin. Bo'z kelsin saqchilar. Birashkimizni tutsin. Tutsa agar bo'z ishni qilmaydi ekan, o'tgandan qo'yib berdi. Yarim soat ishib qahvani ichib kelib chiqdim. Ashunda qilish orqali men ovozimizni dunyoga olta olaymiz. Sharq Turkistonda nimning bo'layotganligini dunyoga amaliy isbot jonliq faktlarni anglata olaymiz. Shunga biz o'zaro hujum qilishma, hujumni Xitoyga qilaylik. Xitoy tajovuzchilarga. Yevropadagi qarindoshlar, Turkiyadagi millatni, oilaviy millatni harakatiga ovoz qo'shib, butun dunyo bo'yicha harakatlanaylik. Turkiyada qarindoshlarimizmi imkoniyatning yor bergan doirada bu harakatni butun dunyoga chaqiriq qildi, butun g'arb davlatlaridagi Uyg'urlar bilan ovoz qatdi. Buni texnik dunyo xarakterli qilaylik. O'zimiz yashayotgan davlatlarda parlamentning oldida, Xitoy tajovuzchining oldida ota-onamizning urug' tuqqanlarimizning resmini ko'taraylik. Hech ota-onamiz urug' tuqqanlarimizning resmi bo'lmasa, Uyg'ur sarxillarining resmlari ko'rdi ba, boshni ko'tarib turib vaqiraylik, jaqiraylik. Oshlarning yo'qolib ketgan, g'oyib bo'lib ketgan, o'lib ketganlari Xitoyning sharq Turkiyasining qirg'inchiligiga iliq, jonliq fakt isbotlari. Tinchlik uzoq o'tadi kun. Qo'pollik ishlatmaymiz, urushmaymiz, jidal qilmaymiz, vaqiraymiz, ovozimizni anglitamiz. Faqat lakin o'zimiz ko'tarib olgan lozikada urug' tuqqanlarim qanday ota-onamga xatlar emas, resimni bilib tutaylik bolalar, resimni. Men tunji qatim Gollandiya parlamentining oldida namoyish boshlagan vaqtimizda men shu resim ko'tarmay qo'rq xatni ko'tarib turibdi ekanman. Ota-onam urug' tuqqanlarim qalay deb. Esa boshladiki parlament ba'zi adamlarga ko'rib baramiz jarayonida mish yo'qolib ketsa baqaq resimlar ko'tarib turdi, yo bir chaplab qo'ydi. Siz ota-ona urug' tuqqan resim bor deb basam shuni ko'tarib turmamsa, ota-ona urug' tuqqan qanday uni xatni ko'msa, haqni diqqat tortmaysa deganning yo'g'i men shu resim ko'tarib turibman. Ani ko'rayotgandek ana buni
Ik dacht toen voor Mag ik even kijken of ik gesproken heb? Uw legitimatie? Top. Verder is het allemaal goed? Ja. Ana saksılar kimligimde tekşirdim yaptılar. Şu başka bulanın kimi hizmetiga moslashish mening bir majburiyatim, mas'uliyatim. Bularning meni qo'g'dash mas'uliyati, majburiyati bor. Men bu davlatniki qonunlik fuqarosi bo'lganligim uchun. Faşist China, terrorist China. There's nine of my family members. Give me answer. Come to here, first China. Pick up me, you concentration camp. Why do you kill millions of Uyghurs? Stop genocide, first China. Stop killing in East Turkestan. The Uyghurs people. Fascist China! Terrorist China! Do you ask the Chinese government? Wij zijn protesting hier. Dank u wel. Meneer, ik heb nu wel een paar keer gezegd, wij gaan van deze kant. Ja, want anders overtreed je de voorwaarden. En dan is het gelijk al laatste keer, hè? Maar dan moet je terug naar de burgemeester. Mana bu yerga namoyishga Xitoy tajovuzchilarini rost qilganlik uchun mana 5-10 soqchi keldi, menda soqchi mashinalari bor, mana bu yerda turyapti. Bu Xitoy tajovuzchilarini rohatsiz qilganimdan men qo'shilib faqirlayman. Bosma tushib ketgan bo'lsa, tex yaxshi o'libdi, tex dog'di qo'zg'aydi. Bu yerda tushib ketgan soqchi Xitoy soqchi urtilmaydi ekan, oldimizga qahva qo'yib berib, demishingmi, nima dedingmi, nimishonda qilib so'raydi, chiroyli qo'tirib inson muomala qildi ekan. Kuravatımız Avrupa'da Xitoy nüfuslik insonniki qabat taqdirini qanday qildikan, men Avrupa'da yashayotgan mushuk qadrimiz ummatida bizniki bu dunyoga yurt tug'ilib Xitoy tajovuzini qildi, insonlar qadr qilmiz ummatida. Fascist China! Terrorist China! Give me answer! Where is nine of my family members? Stop the genocide! Fascist China! Get out from East Turkestan! Terrorist China! Class concentration camp! Get out because in East Turkestan! China's government is biggest terrorist in the world!